Assalomu alaykum hammaga. Minsk mototsiklimiz benzabak, sideniya, krishka bu narsasi bu tomonda 2 siniq, shuni topish kerak. Zapaskasi, fara, speedometr, motor bilish etilyapti. Shulardan endi mototsikl chiqarish kerak. Hozir bu tomonda ham bor, zapchastlar ko'rsataman. Mana qolgan zapchastlari. Oldingi vilka, bagaj, diskalari, boltlari, rul. Shulardan endi yangi Minsk chiqaramiz, xudo xohlasa. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosib qo'llab-quvvatlang.